payg'ambar yo'lini va aziz görücüler, bugün hurmatly Tuncay amca va Ferhan dayzamızın iyi beren sadakasını Türkmen Radio va Türkmen Uyning Sahavat Sufrası bernamasi arkalı hakikaten hem zerurati bolan muhtaç ailelara uyma-uy barıp elme-el edip vasile bolduk. Aziz va hurmatly insansiyar dostlar, siz azizler hem eğerde islesengizler iftardır hayratlarınızı haqiqi ihtiyacı bolan kişilere yetişsin diysengizler Türkmen Radyosu ve Türkmen Uyu bilen Sahavat Sufrası bernamasi arkalı sizlere hem vasila bolup bileriz. Videodaki WhatsApp şumara Sahavat Sufrasına vasila yolu. Assalomu alaykum aziz görücüler ve bugün akşam bizler Jowzjan vilayetining Pulxorasan mantiqasida muhacir nishin adamlar ki burada uya oturaryanak, yaşaryanak yeri yok. Yani nihayet qiyinchilikda kun guzaran geçiriyorlar. Bugün akşam bizler için elbette iftarlıkta Tuncay amcamız ve Ferhan tayzamızdan gelen hayır iftar sadakasını bugün bizler mana şu sizler görersiniz herhalde. Bular haymada yaşıyorlar, çadırlarda. Her haysının eltip işiginden özlerine vaqian kezarrat bolan kişilerin öz-özüne berer. Siz bizler bilen bulun edamada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Salam. Ukala mana sizlarga iftorlikka non getirdim. Xo'p, olinglar nonni. Olinglar bir duo qilib ha bu nonni ham senga beray. Maqay bu non ham sendan. Voy barakallah. Ha bir duo bering onajon. Ha ko'taring qo'llaringni. Ko'tarib ochiraman. Amin ya Rabbi. Sog' bo'ling. Mashallah. Sen bu. Mana uka senga bizda iftorlikka non olib keldik, xo'p. Voy yaxshi qiz. Ha bir duo ochib ko'tar qoling. Amin ya Rabbil alamin bo'ldi. Mana bu yerda bir familiya keldik. Onajon salom alaykum. Yaxshimisiz? Nima ish qilib o'tiribsiz onajon? Baqiraqqa chiring. Shilliga kirasiz. O'zlaringiz nereden kelgandi onajon sizlar? Qoriyo Bilchiroqdan. Bilchiroqdan kelgan. Onajon ham mana bu oqsham bizda sizga bir iftorlik bor edi, o'shanga har familga 10 ta non Tuncay tog'a va Farhon xola tarafdan keltirdik. Sadaqalari qabul bo'lsin, bir duo bering bularga. Xayratlaringiz qabul bo'lsin, murodlaringiz hosil bo'lsin. Bizlarda ochalagoch yo'qlab kelgan bo'lsangiz, ro'za Ramazonga Xudojon sizga uni ovozini yetishtirsin. Amin ya Rabbil alamin. Bergasan bu. Aziz görücüler başka bir narsani sizlarga ko'rsatsak bo'ladi. Mana bu bir yaşdagi çocuk babak yatır. Bu çadır meselada zaman plastikten qurşalan, issida issi, soğukta soğuk. Her tarafları deşik, topalan, şamal, bat hemmesi bunun içinde. Gelingler el verip şulara. Bu aile diyor, bir özüm kadın diyor, 4 sanak mening yetimim var diyor. Bunlar şular yana. Babaları vefat etmiş. Gelingler bularda sadakamızı verelim, Allah sadakamızı kabul etsin mi ukajon? Xudovan kabul etsin. Aziz görücüler, sizler özleriniz görüyorsunuzlar. Kabircan bari gel. Bu kim bu bergen? Keling acı bu ben. Kabircan qara. Aziz görücüler, mana bu aile mana shu yerda yaşıyor. Mana burada o'ltuka mana bir gölde. Mana burada bir çocuk ham var qarang. Mana şu çocuklar şu issida, şu soğuklarda, şu topalan havalarda yaşıyor. Gelingler ele verele birik biraga
Şu rakam qarib, qasir, tabuların yüreğini yalqatsa Xudovan hammamizning xayr barakatimiz uchun. Hozir o'zidan bir duo bering bizlarga. Xudovan sizlarni ham kafil bo'lsa, har kimga ko'ngil va Xudovan davlatiga, moliga, avlodiga Xudovan barakat. Amin. Aziz ko'ruvchilar, sizlar bir dafa mana shu o'tang'ichni men intiji ko'rayin, mana bir ko'ranglar, mana shu vaziyatda xalqimiz yashiyor. Xo'p, nasllar charasi yo'q, yo'qsizlik, qiyinchiliklar bugun mana shu yerda bor. Sababli mana shu holatlarda. Keling, ele beraling, shu insonlarning shaxsiyatlaring yordam edib elidan tutaling. Mana bu yerda bir sanaq babayimiz ekan. Bularda bizlar ishlarga getiranlarimiz nima bo'lgan? Salom. Salom. Bekodi. Hop, aziz ko'ruvchilar, yana bizlar mana bu yerda bir og'amizdan qolgandik. O'zlari ma'lumlar, yurib bilan yo'qlar. Hajob, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Baxayr bormisiz? Vojibajon Tunjay aka va Farhon xoladan sizga biz iftorlikka o'nta non olib keldik. Haqqiga bir duo qiling. Xudovan qabul qilsin. Rahmatga yo. Xolajon. Mana sizga iftorlik olib keldik, xolajon. Bir duo bering bizlarga. Ba'zilarni yerga qaytib, ba'zilarni albatta puli bor ekan, ketuvchi Samarqanddan To'yxondan damni olaman. Raqam belgilab Aziz ko'ruvchilar, mana burada bir famil o'zlari elimda baricha bu yerda ocaq qurab, zadida yashayonliqlarni sizlarga yaxshilab ko'rgazay dedim. Bu merdim hammasi shu urushlarda 2 yil ozod mana shu yerga ko'chib kelib, uy joyi yo'qlikdan, qaribchilikda nihoyatda qiyin bir holatda yashay. Hammasini sizlar ko'rib o'tirsangizlar, endi gapimizning davomida bayram ham sadaqasini beradi. Onajon, mana sizga bizdan iftorlik olib keldik. Xo'p, bir duo bering. Amin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana sizlarga bizdan iftorlikka non olib keldik hozir. Qayma. Qabul bo'lsin iftorlik. Qayerga? Aziz ko'ruvchilar, boshqada bir narsa shu bilan bizlarning yodimizga tushdi. Aytdilar bu yerdagilar salom. Mana bu qizjag'az mayublar, ma'lullar, yurib bilan yo'qlar. Keling, ele beraling. Shular yana oilalar, shular yana familiyalar elimizdan kelgan ko'maklar yetishtirib o'tiraylik. Muvaffaqiyat. Oy, baraka. Alo. Assalomu alaykum. Hojiboy, yaxshimisiz? Va xayr bormisiz? Mana sizga iftorlik olib keldik. Bizlar iftorlikka bir duo qilib bering, Xudovan iftorlikni qabul qilsin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azobannar. Xudovan xayratlarga bizga ko'mak qildi. Xudovan bizga kasb-korlaringizga barakat bersin. Amin ya robbil alamin. Hojiboy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va xayr bormisiz? Shukr. Hojiboy, sizlar qayerdan kelib o'ltiribsizlar bu yerga? Bizlar Maymunadan. Qilaman qaysini? Juma bozordan. Juma bozordanmi? Qanday yashaysizlar? Bizga shuna andasanda bir non kecha keladi, boshqa narsa yo'q. Xo'p, Hojiboyjon, mana bu iftorlik sizga, xo'p. Sizlarga bir duo bering. Xudovan qabul qilsin. Hayrati qabul bo'lsin, murodi hosil bo'lsin. Xudo ala avlodiga, rizq ro'ziga barakat bersin. Xudo o'lganlariga iymon jannatdan joy olib kavsardan suv bersin. Xudo ikkilariga xalqima. Ala avlodini dog'ini ko'rmasin Xudoyo. Robbana otina fid dunya hasanatan va fil akhirati qina azobannar. Xudoyo shularni hasanasini dargohiga qabul qil Xudoyo. Shular ketiribdi, shularni ham hasanasini dargohiga qabul qil Xudoyo, befarq qilma. Xo'p, qoch. Assalomu alaykum xolajon. Xo'p, asing baxayr. Yaxshimisiz xolajon? Xolajon, mana bizlar bu oqshom sizga iftorlikka non olib keldik. Tunjay kakoviz va hamchinon boshqa Ferhon opamiz bergan iftorlikka o'nta non bu oqshom bir necha familiyaga edi. Sizlarga o'sha jumlani sizga ham ketirdik. Bir duo bering, onajon, qabul bo'lsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina azobannar. Rahmataka rahmanur rahim. Allohu akbar. Aziz ko'ruvchilar, aziz Tunjay amjamiz va Ferhana tayzamiz, sizlar ham çok sağ olunlar. Alloh taolo sizlarning bu berdik hayrat sadaqalaringizni qabul etsin. Biz hamisha shu raqam yerda vaqan
zerurati olan kişilere buluyoruz. Onlara sizin iberdik sadakalarınızı tatırıyoruz. Allah bizi vesile eylediği için Allah bizim zahmetler kabul eylesin, hayırlar eylesin. Amin. Xudovan hammalar zor dua beraylik. Xudovan ularga xayr va barakat bersin. Sağ olun.